Assalomu alaykum kimyo fani ixlosmandlari. Kimyo bu mo'jizalar. Bu mo'jizalarni bir lavha ko'rinishida bir ko'rsatib o'tmoqchimiz. Bu yerda ayrim kinolarda yoki boshqa jarayonlarda kuzatiladigan bir reaksiyani o'tkazmoqchimiz. Bunda qizil qon tajribasi deyiladi. Ya'ni bu yerda sun'iy qon hosil qilish. Majrabaga pichog'ingizni bering. Mana pichoq. Mana. Mana qon. Buning uchun bizga kerak bo'ladigan reaktivlar temir ishqilati yetmasdan foydalandik avvalda va kaliy radonitdan foydalandik. Bizga yana qo'shimcha pichoqchaga o'xshagan shakldagi buyum hamda paxta kerak bo'ladi. Demak, kaliy radonit yetmasini talabgorimizga surtib ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizki, ushbu jarayonda haqiqiy qonga o'xshagan rang hosil bo'lmoqda. Siz ayrim kino roliklarida, ayrim lavhalarni yoritishda foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Kimyoning mo'jizalaridan biri bo'lgan bu fanni o'rganish albatta bolalarda katta qiziqish uyg'otadi. Bu jarayon qanday ketmoqdaligi, ilmiyligi, tushuntirish jihatlari, bilim ko'nikmalarini shakllantirish uchun biz dars jarayonlarida buning mohiyatini o'rgatib boramiz. Doniyor bosh qo'lingga. Bo'ldi. Hammamizga ma'lum bo'lgan o'sha kichkina tabiiy filmidagi qonni yo'qotish usulidan foydalanib ko'ramiz. Mana ko'rib turibsizki, rang o'z-o'zidan yo'q bo'lib ketdi. Agar buni shunchaki artib olganimizda rang qolishi mumkin edi. Biz hozir amyak yetmasdan foydalandik. Bu esa rangini yo'qotishga sababchi bo'ldi.